hoş. Evet, toyda varsa, bu işkisi gepki unumay varsa, ben kandak mı kılamen? Şundaq tıqqallarım. Sizlerning yüzünla yegi tutsa, mana musat boludu. Lekin ben 3 günden beri ma Adilcan bilen Tajgül şuncha nasihat qilsammi, mening gepimga zodi ko'nmadi. Ha? Sizlar gap qilamsizlar kimmansizlar? Shuncha bag'atda qilib ketgan tursa. Qarang singlim, Molla akam azaldan taq bizga mayl. Tuqqan degan tuqqanda. Tuqqan. Ha, Adilcan? Xo'sh, Siz gap qilmaysiz-ku. Men kim? Özleri urug' tuqqanlarimiz ichidan chiqqan mo'tibar Yasin Damullajikan bo'ldi. Ha, xo'sh. Qandaq bo'lsa, men boshqa yo'lga mangamsizlar? Albatta mangmaymiz Yasin ajika. Sizlar suvga başlı suvga, o'tqa başlısı o'tqa, naga başlısı shuyaga mangamiz. Mana emasmi? Ha, Tajgül? Ha? Siz çok kızım. Ben bu mangam. Ulan artık Mollacıkan eveş getirdi. Mollacıkan diye kalsa adamcı bu, kalsa adam. Ha, Adilcan, Tajgül. Ben bugün ikkinlarning to'y ishini bir taraf qilgani keldim. Sizlar qo'shilamsizlar, qo'shilmamsizlar? Men qo'shilman Yasin ajika. mana ish bitta emasmi? Tajgül, Ha? siz çok kızım. Eğer çatak çıkırdıgan bolsanız, tuqqanlıqdan ayrılmayacağım. Ha? Ben koşuldum apa. Bana ne iş kızdı? Hem işlerimiz öz yolunu bağlığa bağlıdı. Ballarımız mı razı oldu emez mi? Mollacıka, Xudoga şükret, tuqqan deganning qadrini faqat tuqqanli bildik. Şunda Qaysqon, şunda. Bizga mush qo'shal kundan keldi. Talakili qamak, go'shili sinak. Ay, yağ bilen börek, ahiri ayrılmaydigan boldu da Aysxon. Sadraxon, Aysxon, endi o ko'nglingni tingandı. Tindi, Molla akam ko'ngli tinib ketdi. Endi Xudoyim bo'lsa bu to'yni alomat, karomat qiladigan bo'ldik da Aysxon. Sadraxon, mana shundoq alomat, karomat to'y qilmaymiz deyotganda, ma el jamoat sizlarni yomonlashib qopti. Saymoxon bilan Hamroxonni uydan qo'g'li tutdi desa, bu o'zingizga sap bo'la. Bu deganlari rost Molla akam. Omonimiz qancha desizlar? Hey, mana 5 kun bo'ldi. Ko'nglimiz parokandili o'tatdi ta. Ras, nasat şoldi aka. Biroq Saydoqin o'zi yomonlatdi ekan. Andaq emas, Aysxon. Bunda yolg'on gap qilmanglar. Tamam. Sizlar meni o'zing qo'qlab aytdinglar emasmi? Agar bugun hojikam odamni aytib chaqirtib kelmagan bo'lsa, men bu kelmagan bo'lardim. Kesle Saymoxon, ne kesle? Saymoxon kesle. Men Mollacıkan chaqirtib odam evatibga shuning uchun keldim. Uydan tillab haydavasam, yani o'zi kepti deb qolmishsin. Kesle Hamroxon. Kesle Hamroxon, kesle. Xo'sh. Saymoxon bilan Hamroxonmi yetib keldi. Ma ballarning to'y bo'lishdan burun ota-onalar o'tirisidagi adovatni tugitib, uyinglarni chiroyli, inoq, iltifoq bo'lib tutinglar. Ha? O'g'il o'ylaymiz, qiz chiqirimiz deyotganda, kunda bunda jidallashib tursangiz sap turdi, Saymoxon. Ha, shundoq Molla akam. Bu shu bolalarımızın to'yini qilib olsak, sizlar nima desini biz shunga rozi Molla akam. Ras, biz bolalarni to'yini chiroyli o'tkazib olsak, sizlar nima desizlar biz shuni qilaylik. Ma gaping durust. Biz atlashib qolaylik. Ha, bo'ldi, atlashib qolaylik biz. Ha, Ben atlaşmayayım. Ben atlaşmayayım. Saymoxon, sizlar nima ish qilmaylar? Hacika, Aysxon hozir sizning oldingizda munda degan bilan, sizlar ketgandiki yana o'zini bilginni qiladi. Yo'q, men kepimda turman. Jazman endi unda qilmayman. Saymoxonni bolalarni to'yini chiroyli o'tkazib olaylik. Mendan o'tgan bo'lsa, men nomaqul. Xafa bo'lmasizlar. Bunda olsa ben hacikamның oldida elini qo'riq demayman, postakchining nasl demayman, utonchining avlod demayman deb va'da berayapsizlar. Ma'qul, men va'da beray. Endi bir gap qoldi Mollacıkan. Ha, nima gap? Ma Aysxon, Saymoxonning sipogi bilan u yoqdan bu yoqqa qo'g'ilmayman deb va'da berdi. Ha, mandaq ish olmadi ha. Oldida oshkora qilmaydigan gap edi. Qaranglar. Ma'qul, men tilxat beray. Ma'qul. Saymoxon, Xo'sh. Aysxon hamma illatlarni o'z bo'yniga oldi. Shundoq. Qandoq qilmay adishib qolsa bo'larmikin? Ha? Ha, Saymoxon. Ishqilami bo'ldi, ha. Men bu şu atlaşmay degandim, endi yana. Dadam ma'qul oldi. Sadraxon, Xo'sh Molla akam. sizmi Saymoxon bilan Aysxondan ulgilib, Hamroxon bilan adishib bo'larmikin? Chatoq yo'q Molla akam. Bu ishimiz atlashib olamizmi? Ay Mollacıkan, men hergiz atlaşmayman. Ha, berib bir narsa olar. Hamroxon,
Obdan xotin, yavaş xotin, ben namaqul apo qilinglar endi. O'tganda bir kiyimlik shipingni xalmin gapini qilayotgantinglar xotin. Bo'ldi, men namaqullikqa shuni apiray. Ma to'yda chiroyli bir kiyib chiqinglar endi. Rasma. Voy, rost. Endi dadasi gap shipindi xal ko'ynakda emas, gap ko'ngilda. Shundoq. Sizlar nima qilgandan keyin biz aplashib qolaylik. Hacıka mana shu ikimiz aplashib qoldik buni. Mana maşallah ko'ngilli bilan bo'ldi emasmi? Saymaxon. Xo'sh. Anda olsa bir piyoladan namaqulluq cheychib, ma aranglarda saqlanib kelayotgan adovatlarni bir juyatmamsizlar. Bo'ladi. Hozir çak. Qani hajga, otasi. Emrahon, qo'pollik qilgan bo'lsammi, uydan chiqarib aytgan bo'lsammi, apo qilingni xotin endi. Voy dadasi, sizlarmi o'qislar? Men endi sizning soqolingizni bilmayman. Marek bo'lsin Saymaxon Qaysxon, marek bo'lsin. Marek bo'lsin Sadirxon, Hamraxon, marek bo'lsin. Rahmat. Mana maşallah ko'ngilli bilan bo'ldi emasmi? Qani o'tiring. Birinchi nazik filan o'rinlandi. Endi gap yo'q. Ikkinchi filanni qoldi. Xo'sh. Undaq bo'lsa, mening haqasingni qo'ydigan ikkinchi bir savolim bor. Ikkinchi savol. Mana bu savolimga haq rosti bilan o'z aynini to'g'risini deyishlar ma'qulmi? Albatta. Amraxon, Xo'sh. makaslar. Mushu Tojgul kichik vaqtida Tojgulni yollariga ilib yotgan ishmi bo'lganmi? Bundaq ish bo'lgan Allohga. Biz bir holda o'g'andikin, ba'zi vaqtda Tojgul nima yenim deb yotaman. Ba'zi vaqtida Aysxon Odiljon yeni deb yotadi. Bu ishki bola bizning yenimizda yetdi cho'ng o'g'an deslar. Mundaq deslar. Shunday o'g'an. Aysxon, Xo'sh. siz bir deb baqsizlar. Mushu ikki bola kichik vaqtida o'zaro bir-biringlarni imib qolgan ishim bo'lganmi? Xudam Hamraxon degandek, rost bu ikki bolani ikkimiz yerimizni elib yetibli cho'ng qilgan aka. Biroq emitib qolgan ishlar zodi bo'lmagan. Xudoyim saqlasin emildashlikdan. Mollachka, Xo'sh. bir ish mening esim kelyapti. Nima ish bo'lar? Nima ish bu? Opa, men sizni necha yoshga chiqargan? Voy jinim bolam, sen bir tal o'g'il o'g'ashqa 5-6 yosh kirgich emgan. Texi ba'zi vaqtida talada o'ynab yurib emgin debkas uyga im chiqib ketdi bola. Mana endi esim keldi. Nima ish? Bu dal 6 yosh vaqtidagi bir ish. Men bir kuni talaga o'ynaga chiqib, to'rtta opamni emgin kelib qoldi. Juyaga bir to'y kirdim. Uyga kirsam uyda opam yo'q. Yugurib o'yliq chiqdim. O'yliq chiqsam yana o'ylid yo'q. Qarsam mush peshayvonda Aysxon hammacham o'ngda yetib olib. Qilib xo'rak tatib uxlatibdi. Tal yaxshi paytgan deb ostinaga keldim. Ostinaga kelib, maydasini tugmasini asta ichib. Şop emilib pat. Allah! Hani emasmi?
İmildeş desem bunu maydı, imildeş. Bu ballarının musundaq imildeş, bu toyunu zadı qıqını bulmaydı zadı. Şeriat kimi durus emas da bu. Musundaq. İşte dikdekliğin endi düşendim. Endi düşendim. Emrah'an, vay kudam. Endi maymun oyunu oynatmışlar. Mollaçka. Hoş. Bular hemmesi kepini bir kılıp, muş toyunu buzmak çıkan emesler. Ondan emas Aysxan? Yok, ben endi bildim. Endi mollaçka gapning rostini demigan bilan bo'lmaydi. Mening bir ish tushimdikida yodimga kelyapti. Nemish? O'sha tojigul nima yenim qilib yoqqan vaqtimda bir qancha qatim endib qo'ygan. Shundaqmi? Ben inib qolgan. Ana o'zim esida bor ekan. Voy Hamraxon, rost gap qilsizlar. Bo'lmasa qor yuzib ketilar. Ma to'yning maslahatini qilganda sizlarmi shu vaqt qo'shilganliqi? Shu vaqtda nima ish gap qilmagan, ha? Buni nima ish gap qilmagan? Burun Bu ikinci planla emel yapmayız. Demedim mi? O işte terbiye altına kapılırsak olmayacağını deptir. Hay Emrahxon, bu gapni burun demiş demigendinglar, ha? Sadraxon, burun gapni qo'yib turaylik. Mal naq gapni qilaylik. Biz Maymuni xonni Hasanjonga shetib nima oqibatni ko'rmadik? Doktorlarning aytishicha, mayli imildash olsun, bo'lmasin, nevrelarni bir-biriga qo'shganda ulardan tug'ilgan farzand har xil kasalliklardan xoli bo'lmaydi deydi. Bu doktorning gapi. Xudo tug'ilgan bola gap shundoq meyib tug'ilgan bo'lsa, men qo'lga desa kesib bermayman. Aysacha, xush xabar. Kelinlar manni hajat atgan sar so'xsalamat Aysxan, nevriga muborak bo'lsin. Nevriga muborak bo'lsin. Sayvaxon, nevriga muborak bo'lsin. Sekin. Oy, ne bo'ldi? Voy, gaplar bergan ma'lumotlar ana o'zgadan akadan ko'rib qaradim. Voy, qani men akam. Köydolum xılayıq. Münazirinin xulası çıxdı. Nevre çatqanda farzand meyib tug'ildi. Avlodimizning taraqqiyotiga zo'r ta'sir etadi. Bu bir tibbiy qonuniyat. Bu ochiq soqtin hammamiz ibrat olishimiz lozim. Bu ballarımız için çok konursuzluk. Hemimiz için bu çok konursuzluk. Endi biz bunda açık savaştan çukur ibret edişimiz lazım. Shunda, Sayimkam to'g'ri aytadi. Bundan hammamiz tarbiyalashimiz lozim. Kesla Shenjon. Kesla. O'rtaslar. voy bichara bolam. Sen yana shundoq meyib tug'ilibsa, bu gunoh senda emas. Bu gunoh nevrim uchun qilibdi. Madam doktor, men qizimni yeniga berib kelsam bo'ladiki. Bo'ladi. Mashina bilan berib kelsa. Ma'qul, rahmat. Hurmatli mollachiga, Abdushtaki, mana qaysiligi shuni deb qo'ymoqchi. Otajon bilan tojigul ishkisi bir navri qarindosh. Men ularning to'y qilishiga ishga olam rozi emas. Mushundaqman bola tug'ilibdi, nima ko'raman bu. Mollachiga, men endi kelim yo'qlab kelayapti. Sizli chiyrak bosdim bo'la, Aysxon. Aysxacha, Sadrika. Sizlar amaliy ahvolni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi bu ishni qanday qilamiz? Endi balaning ahvolini o'z ko'zimiz bilan ko'rib turib, buningga nima deydi hokim? Burun sizlarning qilgan nasihatingiz to'g'ri ekan, mollajika. Mushu navriga chitish zodi bo'lmaydigan ish ekan. Aysxon, navriga chatqanda nima ish bo'ldi ekan, endi bir deb baqslar qani. Rost. Nevrachasiz zodi bo'lmaydi ekan. Aysxon, zodi bo'lmaydi ekan. Men endi tushundim. Biroq mehmonlarni eti biz to'y deb bag'oq taqtayotgan tursa, mehmonlar to'y deb kelsa, men qanday qilaman, voy xudoyim. Bu nima sechlik? Men doktorxonaga yetolmay og'rib qoldim dedim. Aysxon, soqqalarni doktorxonaga olmaydi. Yetolmay. Aysxacha, sizlarni undaq qilmisizlar. Bunga mollajga bir amal qilib baqa. Ha, mollajga, mushu bir amal bor mollajga. Buningmi bir amal chiqib qolashinja. At to'y bo'lsa bo'laverdi. To'yga o'zim bosh bo'lib mehmonlarni unutaveramiz. To'yga kelgan mehmonlarga, ey aziz mehmonlar, ey xaloyiqlar. Hozirdan bilan tojigul ikkisi yaqin bir navr tuqqan bo'lganligi uchun 2 kundan beri men ota-onalar kengash maslahat qilib, bugungi bu to'yni hozirdanning loyiqi hojigulga mana shu qilishaqqa. Qanday sadrga bo'lamdi? Ha, bo'ladi. Chatoq yo'q, bo'ladi. Hojigulning loyiqi Foziljonga, mana shu yigitga.
Bu yigit shu aysqacha. Voy balam. O'zgartdi deyman. U chaqda to'yga kelgan butun el jamoat sizlarni nasihat anglaydigan ajab misil kishilik ekan deb maqtashmamda. Ha shunday mullachka, rahmat. Keldim. Xo'sh, bularni ma'qul ko'rdi. Anda o'z bolalarning to'y qilganda bo'ldiki, Faziljon ukam to'y qilib keldingmi? Mollachka biz to'y qilib ep bo'ldik mana. Ha? Bu mu to'y ekan bu? Mana kutilmagan qo'sh to'y degan mana shunday bo'ldi. Saymaxon, Xo'sh. anda olsa to'y bo'lishdan bir kun burun to'yning nag'mini solgan. Buni qanday qilamiz? Tayyor. Ramlaqsa, qani daqidim bakım çelip ben yağırtıversin ço. Bugün sayın poğaça. Ya, sayın noç bugün kaynımız kaçan kaynaydı.